Mana Samarqand shahridagi bitta ishchamiz tugatdik. Ikkita narga tomonga bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5 ta bu tomonga bo'ldi. Lekin mana bu bilan bu liniya bitta emas. Ikkalasini chiroyli bitta liniyaga qo'yib berdik. Nasib qilsa. Mana bu tomondagi gullari bilan qorin qismlari hammasi chotga chiqdi. 290 balandligi. Mana 5 bu tomonda 5 ta bo'ldi. 2 ta bu yerda, 3 ta narigi tomonda 5 ta tushdi mana. Bitta liniyaga chotka qilib qo'yib berdik nasib qilsa. Nariga 2 ta, lekin bu liniyaga qaramaydi. Mana gullari bilan. Endi mana narigi tomondagilar oppoq ko'rinib turibdi. Bular qora, sababi hozir yechdik. Endi qurisa bular ham oppoq bo'lib chiroyli bo'lib ko'rinadi. Bu yerda turba bor, hammasini apshibga qildik. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ekrandan nomega telefon sanasi qilib beraveramiz. Qolib kerak bo'lsa, qolibda ham qilib beraveramiz. Qolib ham bor sotuvda. Mana pastdagilari. Bu endi 2 kun oldin yechilgandi. Shu navbatida qo'yib ketdik-da bular. Bu ham bitta liniyada pastlari bilan chotga chiqdi.